Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala Muhammadi va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh azza va jalla siz bilan bizni qaysinimiz chiroyliroq amal qilishimizni sinashlik uchun o'lim bilan hayotni yaratgan. Bu dunyo sinov uchun keldik uni ichiga biz. Bu dunyoda 100% huzur halovat, doimiy bir komfort, doimiy bir huzur halovat bo'lishi mumkin emas. Alloh taolo aytadi: "Va mal hayatud dunya illa mataul g'urur." Bu dunyo faqatgina mataul g'urur, insonni oldiadigan matohlardan boshqa narsa emas. Boshqa oyatda: "Va ma hayatud dunya illa lahvun va la'ib." Bu dunyo o'yin kulgu, maza bemazagarchilik. "Va mal hayatud dunya fil oxirati illa qalil." Bu dunyo hayoti oxiratga borganda ozgina narsaga aylanib qoladi. Bir rolik ko'rdim. Bir odam qo'lida arqon ushlab turibdi. Bir 15 metr cho'zilgan, boshiga izolent o'rab qo'yibdi 1 santimetrga. Endi tasavvur qilinglar deyapti. Mana shu arqon deyapti. Cheki yo'q deydi. Mana bu 1 santimetr izolent o'ralgan joyi dunyo hayoti deyapti. Oxiratda tasavvur qilishinglar uchun shu narsaga deydi fikr qilinglar deydi. Necha million kilometrli ip bo'lsa, u yog'i oxirat hayoti, boshidagi 1 santimetr izolentasi dunyo hayoti deyapti. Shuning uchun Alloh taolo aytayapti: "Va mal hayatud dunya fil oxirati illa qalil." Bu dunyo hayoti oxiratda oldi ozgina bo'lib qoladi. 1000 yillab yashagan kofirlarga qiyomatga borganda, do'zaxda kuyayotganda qancha dunyoda turdinglar? Dunyoda qancha turdinglar desa, bir kun yo yarim kun fasalil adin yozib turgan farishtalardan so'ra deydi. Demak, mana shu vaqtincha ozgina bo'lgan hayotda siz bilan biz atrofimizda bo'layotgan ishlardan norozi bo'lib jazavaga tushamiz. Hayotni boricha qabul qilishlikka e'tibor bermaymiz. Hammani o'zimiz xohlagandek, bizga yoqadigan bo'lishini xohlaymiz. Bugungi mavzuyimiz hayotni boricha qabul qil. Fama mataul hayati dunya fil oxirati illa qalil. Oxiratga borganda bu dunyoning matohi juda ham ozgina narsa bo'lib qoladi. Ozgina sabr qilaylik, tugaydi. Bu dunyo qanaqa joy? Qiyinchilik, mashaqqatlarning koni, g'am tashvishlarning makoni, lazzatlarni ketkizuvchi o'rin, tinimsiz tuslanib turadigan, ko'ngilsizlarga to'la, yo'li mashaqqatli bo'lgan bu dunyoki, sen bilan men birodar mana shu dunyoning g'am tashvishidan siqilib bo'g'ilib yuribmiz. Shuning uchun dunyoni boricha qabul qil. Hayotning mashaqqatlariga qayg'urma. Zero u shunday yaratilgan. Bu hayotning asli mashaqqat, charchoq, shodlik vaqtincha, xursandchilik noyob. Alloh azza va jalla o'zining do'stlariga bu dunyoda doimiy huzur halovat bo'lishini xohlamadi. Ha, mo'min odamga ham dunyoda yengilchilik, xursandchilik, quvonch bor. Lekin bu doimiy bo'lmaydi-da. Agar bu dunyo azob, uqubat hovlisi bo'lmaganida edi, bu dunyoda g'am, dard, og'riqlar bo'lmas edi. Payg'ambarlar bu dunyoda hech qanaqa mashaqqat chekishmagan bo'lar edi. Payg'ambarlar nochor hayot kechirmagan bo'lar edi. Odam alayhissalom yerga tushgan kunidan boshlab qancha yil umr ko'rgan bo'lsa, mehnat, mashaqqat bilan o'tdi. Nuh alayhissalom qavmidan faqat ozor, aziyat, masxaralar, yolg'onchilarga chiqarilishlik. E'tibor beringlar, bu Allohning do'stlari. Ibrohim alayhissalom o'tga uloqtirishdi. O'g'lini so'yishlik uchun yerga yotkizdi. Yoqub alayhissalom o'g'lidan ajrab, ikkala ko'zi yig'lab ko'r bo'ldi. Yusuf alayhissalom quduqqa tashlandi. Keyin qamoqqa tushdi tuhmatlarga qolib. Zakariya alayhissalomni qatl qilishdi. Yahyo alayhissalomni boshini olishdi. Qo'yingki, Allohning valilariga shunaqa hayot bo'lgandan keyin siz bilan biz bu dunyoda nimani kutishligimiz kerak? Hayotni qarasangiz, birodar, xotinmi, farzandmi, do'stmi, uymi, mahallami, qo'shnimi, mansabmi borki, albatta shularning ichida seni ko'nglingga yoqmaydigan narsa bor. Ko'chang keng, asfalt chataq. Asfalt tekis, mashinalar tez yurib beryapti. Qarangda, bir narsa bor-da, mashinang chiroyli, rasxoti ko'p. Mashinang rasxoti oz, lekin taqir-tuqur. Ya'ni albatta nimadir bor, sizni ko'nglingizni nima qiladigan, g'ijil qiladigan. Xullas,
Ta'bini qiladigan narsa albatta topilib turadi. Bu dunyoni birodarlar yomonliklarining olovi bor. Yana bu dunyoni yaxshilik yomg'irlari ham bor. Ana shu yaxshilik yomg'irlari bilan yomonlik olovlarini sovutib o'chirib olgan. Shunda najot topasan. Yomoniga qaraversang, siqilib bo'g'ilaverasan. Yaxshisini ham ko'rishni o'rgan. Hayotni boricha qabul qil. Ob-havo aynasa nima qilasiz? Siqilib bo'g'ilasizmi? Chiqasiz, ob-havoga qaraysiz, issiq kiyimingizni kiyasiz, zontini ko'tarasiz, indamay chiqib ketaverasiz. Mana shu ob-havoni boricha qabul qilish. Nimaga u haqida siqilib bo'g'ilmaysiz? Chunki o'zgartira olmaysizda. Xuddi shunga o'xshagandek, hayotda birodar, siz o'zgartira olmaydigan, siz ta'sir o'tkaza olmaydigan narsalar bor. Ularni boricha qabul qilishni o'rganing. Do'stingiz qaysar, xotiningiz ivirsiganroq, farzandingiz bir fe'li bor. Nima qilasiz endi shunaqa qilib yaratib qo'ygan ekan? Umringizni oxirigacha kurashib o'tasizmi yo ko'nikib qo'yasizmi? Atrofingizdagi odamlar, ularni ham boricha qabul qilishni o'rganing birodar. 10 ta ulpating bo'lsa, 10 ta ulpatingda bittadan sifat bor, yoqmaydigan. Onasi sergap, monasi injiq, mana chapilla ovqat yeydi, mana cho'rlatib suv ichadi. Mana polpis, mana ro'dopa, mana hech qachon ustiga qaramaydi. Borda, masalan. Endi o'zing avliyomisanki, o'zing 100% misanki, boshqalardan kutasan. Atrofingdagi odamlarni ham boricha qabul qil birodar. Birinchisini u fe'l yoqmasa, ikkinchisini bunisi yoqmaydi. Nima qila olasan? Shularni ichida yashashing kerakmi? Demak, ko'nik odatlan. Alloh bularni mana shunday yaratgan. Alloh taolodan atrofingni tuzatib berishini so'raverma hadeb. Sen uning o'zingni tuzatishingga Alloh quvvat berishini, sabr berishini so'ra. Mana shu duoing ijobat bo'lishiga yaqinroq. Harakat qilding. Oshnangni, bolangni, xotiningni, birodaringni bir yaxshi tomonga tuzatishlikka. Harakat qilding, sabablarni qilding, tuzata olmading. Harakating foyda bermadi. Endi boricha qabul qilib o'zingni tuzat. Modomiki shu atrofimizdagi odamlarning holati Alloh norozi bo'ladigan holat emasmi? Murosa qilamiz. Ichar ekan jo'ralarim, endi bular bilan murosa qilishim kerak ekan emas. Qimor o'ynashadi, o'tirar ekan, o'tirishim kerak ekan, ko'nikishim kerak ekan emas. Harom bo'lmaydigan o'rinda ular bilan murosa qilamiz, boricha qabul qilamiz. Ammo gunoh, ma'siyat bo'ladigan bo'lsa, birodarlar, tark qilishimiz kerak unaqa joyda. Domla aytgan, boricha qabul qil degan. Meni xotinim shunaqa benamoz. Mashg'i ishton yuradi, bor, yo'q. Biz qayerda murosa qil deyapmiz? Qayerda boricha qabul qil deyapmiz? Alloh harom qilmaydigan o'rinlarda murosa qilishimiz kerak bo'ladi. Alloh taolo bu dunyoni bir-biriga zid bo'lgan narsalarni jamlovchi bo'lishini xohladi. Nima degani bu? Yaxshilik bilan yomonlik birga, issiq bilan sovuq birga, buzish bilan isloh qilish birga, xayriyat bilan fasod birga, xursandchilik bilan qayg'u birga. Shunaqa bo'ladi. Boricha qabul qil birodar. Bu Allohning xohishi. Keyin bu hayot tugagandan keyin yaxshiliklar ajrab jannatga kiradi, yomonliklar ajrab do'zaxga kiradi. Hayotni boricha qabul qil birodar. Sen o'zgartira olmaydigan narsalarga siqilib umringni boy berib qo'yma. Sen o'zgartira olmaydigan ishlar bor. Bular haqida siqiladigan bo'lsang, umringni boy berasan. Umr esa juda ham qisqa. Ad-dunya sa'a faj'alha ta'a deganlar Rasululloh. Bu dunyo 1 soatlik umrga o'xshaydi. 1 soat. Ana shu 1 soatni ibodatga aylantir. Shuning uchun atrofingga qarada ajratib ol. Sen o'zgartira oladigan narsalar bor, sen o'zgartira olmaydigan narsalar bor. Agar shularni farqiga borib olsang, nimaga beparvo bo'lish kerak, nimaga e'tibor qilish kerak bilib olasan. Shunda duo qilasan. Ey Parvardigorim, men o'zgartira olmaydigan ishlarda menga sabr ber, ko'nikishimga kuch ber. Ammo men o'zgartira oladigan ishlarimda menga kuch-quvvat ber. Endi mana shu ikkalasini farqlab olgani bilim ber. Tushundinglarmi? Men o'zgartira oladigan ishlarda kuch-quvvat ber. Men o'zgartira olmaydigan ishlarda menga sabr qanoat ber. Endi shu ikkalasini farqiga borib olish uchun menga ma'rifat ber. Yaxshi duo ekanmi? Hayotni boricha qabul qil. Gohida
o'zimizni injiqligimiz, fe'limizni torligi tufayli atrofimizdagi narsalarga ko'nishga qiylanamiz. O'zi aslida ko'nishsa bo'ladi, shungacha o'lib qolmaymiz. To'g'rimi? Istenda o'zingizda nimaga injiqligingiz bor? Uyingizda. Ha, domla qasinasini aytay. Mana chidab yuribman shu xotinda xotin qilib. Ha, o'shuning uchun oilangiz oila. Sizni otangiz, enangiz yashagan bo'lsa 50 yil, 60 yil birga. Ular bir-biriga chidagan, bir-biriga ko'zini yumgan, shuning uchun oila qilgan. O'zi o'lib qolmaymiz. Shuning uchun o'zimizni tuzatishni xohlamaganligimiz uchun atrofimizni tuzatib ber deb so'raymiz Allohdan. Aslida birodarlar, o'sha sizni ko'nglingizga yoqmayotgan ayrim holatlar siz o'zingizni tuzatib olishligingiz uchun berilmadimikin sizga? Savol tushundinglarmi? Sizni ko'nglingizga yoqmayotgan, siz ko'nika olmayotgan ayrim ishlar, muboh ishlar. Siz shu injiqligingizni tuzatib olsin deb turib Alloh taolo dori qilib bermadimikin? Hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ad-dunya mal'unatun." Dunyo la'natlangandir. Mal'unun ma fiha. Dunyodagi narsalar ham la'natlangan, mal'un. Faqat Allohning zikri, unga yaqin bo'lgan narsalar mustasno. Yana olim mustasno, mutaallim ham mustasno. Dunyoda bandani Allohdan uzoqlashtirib qo'yadigan narsalar ko'p. Dunyo o'zi Allohdan bandalarni uzoqlashtirib qo'yadi. Shuning uchun la'nati deyapti. Shuning uchun mal'un deyilyapti. Sizni Allohdan nima to'ssa shu narsa mal'un hisoblanadi, ehtiyot bo'ling. Faqat Allohning roziligi uchun bo'ladigan ishlar bundan mustasno. Ilm mustasno, talab ilm mustasno, amr ma'ruf mustasno, nahiy munkar mustasno, Allohning zikri mustasno. Sizni Allohdan uzoq qilayotgan, Allohdan chalg'itayotgan narsa bor, bu mal'un hisoblanadi. Shuning uchun birodar, hayotni boricha qabul qil. Xayollarga berilma, orzular dunyosida yashama. Shu dunyoda yashashga o'zingni ko'ndir. Issiq sovuqqa chidashga o'rgat. Bu dunyoda doimo vafodor do'st topilavermaydi. Doim ko'ngiga yoqadigan ish topilavermaydi. Chunki bekamni ko'z mukammal bo'lish bu dunyoda sifat emas, birodarlar. Bir kam dunyo. U mukammallik naryoqda bo'ladi. Ideallik naryoqda bo'ladi, jannatda bo'ladi. Shuning uchun dunyoni boricha qabul qil. Sen o'zgartira olmaysanmi? Boricha qabul qilib qo'y. Alloh taolo aytadi, astagfirullah: "Va ma aktharun nasi walau harasta bimu'minin." Garchi siz deydi, ey Muhammad alayhisalom, juda ham qattiq xolasangiz ham odamlarning ko'pi mo'min bo'lmaydi. Boricha qabul qilavering. Siz da'vatni qiling, Alloh hidoyat nasib qilganlar hidoyatga keladi, qolgani ketaveradi. Birodarlar, Alloh taolo Odam alayhisalomga nima dedi? Farzandlaringdan do'zax haqini ajratib qo'y dedi. Parvardigor, meni farzandlarimdan, odam zurriyotidan do'zax haqqi nima deganida, 1000 ta farzandingdan 999 tasi do'zaxga tushadi, bittasi jannatga kiradi dedi. Va ma aktharun nasi walau harasta bimu'minin. Ey Muhammad alayhisalom, har qancha haris bo'lmang, odamlarning ko'pi musulmon bo'lmaydi deyapti. Muhammad alayhisalom da'vat qilsa ham bo'lmaydi. Shuning uchun Muhammad alayhisalomga Alloh shunday taskin beradi. Boricha qabul qilib qo'ying. Demak, odamlarda bori shu. Nima qilasiz endi? Shuncha narsani aytsam ham, shuncha tushuntirsam ham, yana shuni aql deylarmi? Chiqib ketaverasizlarmi 8 rakatda demaymiz. Domlalarga tavsiyada birinchi, birodar, agar sen Buxoriy bo'lib masala qilganda ham 10 rakatda chiqib ketadi. Agar sen Abu Hanifa bo'lganda ham chiqib ketaveradi. Hayotni boricha qabul qil. O'zgartirish qo'lingdan keladigan narsaga harakat qil. Bo'lmadimi, bo'pti, bori shu ekan deb qo'yib ketaver. Ma'qulmi? Odamlarni boricha qabul qil. Urinib ko'rding tarbiyalashga, har qancha bo'lsa kechirib ko'rding, imkon boricha berding hamma sharoitni, baribir o'zgarmadimi? Tamom. Demak, bu odamni yetib kelgan joyi shu ekan. Bo'lgani shu ekan deb joning tinadi. Endi shunga yarasha muomala qilaverasan. Ko'p ham suyanavermaysan, ko'p ham bir vazifani beravermaysan, shu bori shu ekan, nima qilamiz endi? Bo'lgani shu ekanda. Qiymati shu ekan. Ulamolar aytadi, insonning qiymati, qadri uning himmati va xohishiga qarab belgilanadi. Hakimlardan biri aytadi, menga kishining maqsadi nima ekanini ayting, men sizga uni kimligini aytib beraman. Chumchuq bo'lib yaralgan qush burgutdaga parvoz qila olmaydi.
sudralish uchun yaralgan jonivor parvozga yaramaydi. Bu dunyoda birodar mukammal xotin yo'q. Doim xotinning bitta sifati senga yoqmay turadi. Hadis sharifda aytiladi. Rasululloh aytadilar: "La yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha xulqan radiya minha akhar." Mo'min kishi o'zining mo'mina ayoliga g'azab qilmasin. Agar uning bir xulqini yomon ko'rsa, boshqasidan rozi bo'lar. Ha, ovqat shirin qilmaydi, lekin tili jag'i yo'q. O'sha narsadan xursand bo'lib ketavering. Yoki tili jag'i zahar, ammo choqqon, uyni pazanda tutadi. Borda, to'g'rimi? Bitta yoqmaydigan sifati bormi? Yaxshi sifatiga qarab turib, uni ko'zingizni yumib qo'yavering. Chunki u xotin ham sizni xuddi shunaqa muomala qilyapti sizga. Birodar, hayotni boricha qabul qil. Qaytarib aytyapmiz. Sen harakat qilding o'zgartirishga, bo'lmadimi? Endi buni boricha qabul qilib qo'yar. Modomiki shu ish nima bo'lmasa, gunoh bo'lmasa. Payg'ambarimizga ovqat olib kelib berishdi. Rasululloh oldilar, kimdan dedi? Payg'ambarimiz kimdan bu dedilar? Falonchi ayolingizdan deyishdi. Bugun payg'ambarimiz Oysha onamiz bilan bo'ladigan kecha edi. Shunda Oysha onamiz rashq kelib, Rasulullohning qo'lidagi ovqatni sahobalar ko'rib turgan joyda bir urib yerga tushirib yubordi. Siz nima qilar edingiz? Muhammad alayhisalom nima qildilar? Ayolini tabiatini bilganligidan, ayol kishi bo'lganligidan yerdagi siniqda olib terib, onalarda rashq kelib ketdi-da, g'ayirligiga kelib ketdi-da deb qo'ydilar, kechirib qo'ydilar. Boricha qabul qilishning misoli shu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Oysha onamiz o'rtasida ozgina bir muomala bo'lib qoldi. Abu Bakr Siddiq keldi hal qilgani. Ham qaynatasi, ham eng sahobasi, yaqin sahobasi, ham eng yaqin sahobasi. Shunda payg'ambarimiz Oysha onamizga qarab turib, Muhammad alayhisalom, siz gapirasizmi yo men gapiraymi bo'lgan ishda? Deganida Oysha onamiz, siz gapiring, faqat to'g'risini gapiring dedi. Muhammad alayhisalom payg'ambar bo'lmasdan avval ham sodiqul amin bo'lganlar. As-sodiqul amin bo'lganlar. Mana endi ayol kishini bo'lgani shu ekanda, boricha qabul qilasiz. Lekin payg'ambarimiz duo qilganlar, alhamdulillah, Alloh taolo meni Oyshaning muhabbati bilan rizqlantirdi deganlar. Bugun bor zo'r gapirasizlar xotinlarga. Ishonaveringlar, chunki mu'minga nasihat foyda qiladi. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Eslatma berish mu'minlarga foyda qiladi deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayolini boricha qabul qildilar. Shunday qilsa, birodarlar, oilalarimiz buzilmaydi. Kechirishni o'rganaylik. Uylanadiganlar, oilasida muammo bo'layotganlar, xotini bilan urushib kelganlar bordir ehtimol ishimizda. Mana shu ko'zni yumasiz, kechirasiz, boricha qabul qilasiz, hayot oila turadi. Kimi uydan o'tmagan janjal, kimi uydan o'tmagan. Shunday ekan, birodarlar, to'g'rilaymiz, kechiramiz, moslashamiz, oliyjanob bo'lamiz. Biz kimni o'zgartirishimiz oson? O'zimizni yo boshqalarnimi? Nimani o'zgartirishimiz oson? Boshqalarnimi yo dunyo qarashimizmi? Ko'nglimiz yoqmaydigan bitta ish bo'ldi. Xo'p, savol. Biz buni o'zgartira olamizmi? Yo'q. Demak, siqilishni kerak yo'q. Voqelikni boricha qabul qilamiz. Yengil tarafini olamiz, qiyinini tashlaymiz. Ancha-muncha kamchilikdan ko'zimizni yumamiz. Xato kamchiliklarda avf qilamiz. Ba'zi narsalarga ko'zimizni yumib parvo qilmay qo'yamiz. Bo'pti endi, hech narsa emas. Mana shu eng to'g'ri yo'l, birodar. Sen o'zing mukammalmisanki, atrofdagilardan mukammallikni talab qilgani. Sen nimalarni o'zgartira olmaysan, birodar? O'ylanib ko'r. Ob-havoni o'zgartira olmaysan, boricha qabul qil. Odamlarning fe'lini o'zgartira olmaysan, boricha qabul qil. Odamlarning tabiatini o'zgartira olmaysan, boricha qabul qil. Alloh taoloning bu koinotga qo'ygan sunnatlarni o'zgartira olmaysan, boricha qabul qil. Sen o'zgartira olmaydigan narsalaringga siqilib umringni boy berib qo'yma. Ularni boricha qabul qilda, oldinga intilaver. Chunki hayot juda ham qisqa. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa yalbasuna thiyaban khudran min sundus wa istabraqin muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Ular uchun ostlaridan daryolar oqib turadigan abadiy jannatlar bor bo'lib, ular u joyda oltindan bo'lgan bilak uzuklar bilan bezanurlar va ipek shoyilardan bo'lgan yashnab turuvchi liboslar kiyib,
so'rilarda yastanib o'tirurlar. Naqadar yaxshi mukofot u, naqadar go'zal joy u. Ostlaridan anho qilib turgan so'rilarda, ipak ko'rpachalar ustida, ipak liboslarni kiyib, oltindan bo'lgan idishlarda, oltindan bo'lgan liboslar, taqinchoqlarni taqib, bir-biriga qarab, dunyo haqida eslab basti javob qilib o'tirishadi. Naqadar yaxshi joy. U yerda nimasi zo'r? Turib ketish kerak emas-da bir yerga. Kech kirib qoldi, uyga boraylik degan narsa yo'q-da. Ko'kcha olib kelib, pamulcha olib kelib yo'q-da. Qo'y qo'yib ketibdi, suv qo'yib. Birodarlar, mana shu joy. Musulmon odamning intilish kerak bo'lgan joy mana shu joy. Bu dunyo har qancha zo'r bo'lmasin, oxiratda o'rnida mo'min uchun oxiratda oldida qafas bo'ladi. Bu dunyo har qancha zo'r bo'lmasin, jannat uni oldida u taqqoslab bo'lmaydi. Bizi maqsadimiz mana shu joy bo'lishligi kerak, jannat bo'lishligi kerak. Avvalgi darslarda aytganman. Siz dunyodagi bizni tilda любой ne'matni ayting, любой rohatni ayting, huzur halovatni ayting, kayfni ayting, orqasida albatta mashaqqati bor. Yaxshi yedingiz, bu yoqqa chataq. Ko'p uxladingiz, bu yoqqa chataq. Yana nima bor? Dunyodagi hamma lazzatda, hamma ne'matning orqasida mashaqqati bor. Faqatgina u joydagi, asli vatanimizdagi jannatning huzuri haqiqiy huzur. Va qulil haqqu min robbikum faman sha'a falyu'min. Ayting, bu Parvardigoringiz tomonidan kelgan haqiqatdir. Bas xohlagan kishi iymon keltirsin. Faman sha'a falyukfur. Xohlagan odam kofir bo'lsin. Inson mana shu ixtiyori uchun qiyomatda mukofot yoki jazo oladi. Inna a'tadna liz-zolimina naran ahata bihim suradiquha. Boyagi xayrli oqibat bu taqvodor bo'lgan mo'minlarga, so'rilar, anhorlar, huri ayinlar, ipakdan bo'lgan liboslar. Ammo aniqki biz zolim kofirlar uchun alangalari, do'zaxlarni o'rab chirmab oladigan do'zaxni tayyorlab qo'yganmiz. Ularga ham mukofot bor, mo'min kishiga ham mukofot bor. Mana yuqorida aytilgan oyatlarda o'tgan darslarimizda g'or egalarining qissasini tugatdik. Endi aytishimiz mumkin. Endi bu juda bir nodir qissa. Chunki Alloh taolo karomat bergan Allohning valilari haqidagi qissa. Bundan nima xulosa olamiz? Xulosa shuki, inson haqni botildan, oxiratni dunyodan, Allohning rizosini bandalarning roziligidan afzal bilishligi kerak. Chunki bu yigitlar Allohning roziligini birinchi o'ringa qo'ydi, Alloh ularni aziz mukarram qildi. Endi bu qissadan keyingi keladigan qissa, ikki bog' egasining qissasini suhbat qilamiz. G'or egalarining qissasi nodir, juda ham nodir, kamdan kam bo'ladi. Ammo bu o'qiydigan qissamiz kuniga 1000 martadan takrorlanadigan qissa. Bu nima haqida? Bu qissa qo'liga moli dunyo, mansab, kuch-quvvat, amal kelgan paytda mana shu fitnaga aldanib qolgan kishilar qissasi. Hozir aytib o'tganimdek, kuniga 1000 martadan takrorlanadi bu qissa. Astag'firullah. Wadrib lahum mathalar rajulayn ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab va hafafnahuma bi nakhl va ja'alna baynahuma zar'a. Mana qissani boshlanishi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kofirlarga ikki kishi haqidagi masalni keltiring. Ulardan biri uchun ikki uzumzor bog' qilib, u ikkisini xurmozor bilan o'ragan va o'rtalarini ekinzor qilgan edik. Endi bu aytilayotgan ikki kishi haqiqatda hayotda bo'lganmi yoki faraz qilinyaptimi? Muhim emas. Muhimi bu qissadan olinadigan xulosa. Wadrib lahum. Ya'ni musulmonlarga ham, musulmon bo'lmaganlarga ham mana shu qissani so'zlab bering. Dunyo eshiklari bir kishiga keng ochilishligi. Ayrim kishilarga dunyo eshiklari katta ochiladi. Biri ilmda bir martabaga erishadi. Kimdir moli dunyo to'plashlikda muvaffaqiyatga yetadi. Yana biri kuch-quvvatli bo'ladi. Yana boshqasi katta mansab egasi bo'ladi. Xullas, bunaqa odamlarni ko'rib turib boshqalar havas qiladi. Ya'ni odatda shunaqalar ko'zga ko'rinadi-yu. Mansabi, moli dunyosi, quvvati yoki ilmi. Bir odamni hayotda boshqalardan ajratib qo'yadigan,
narsalar ko'p. Bu mol bo'lishi mumkin, ilm bo'lishi mumkin, chiroy bo'lishi mumkin, quvvat bo'lishi mumkin va hokazolar. Agar bir kishiga mana shu narsalar keng ochib qo'yilgan bo'lsa eshiklari, ilmli bo'lsa, yoki puldor bo'lsa, yoki mansabli bo'lsa, quvvatli bo'lsa, mana shu holat u uchun nima? Bu o'ta xatarli, fitna bo'lgan, sirpanchiq bo'lgan holat. Sirpanchiq nima? Sirpanchiq shuki, qayerda qoqiladi bunaqa odamlar? Mana shu yetishgan narsasini Allohning menga bergan fazli deyish esdan chiqib qoladida, men bu narsalarga o'zimni kuchim bilan, ilmim bilan, harakatim bilan, mehnatim bilan, sabrim bilan, yana nimalar bilan? Mana shu qo'llarim bilan yetganman. Menga hech kim bergan emas. Otamdan hech narsa qolmagan. Nima qilganman? Nimaga erishgan bo'lsam, o'zimni mehnatim bilan yetishdim deydi-da, sabablar shirkini qilib qo'yadi. Demak, qo'lida dunyosi katta bo'lgan, quvvatli bo'lgan, ilmli bo'lgan, mansabdor bo'lgan odamlar juda ham xushyor bo'lishligi kerak. Bunday odam o'zim yetdim bu narsaga deyotgan bo'lsa, bu odamning gapi xuddi Qorunning aytgan so'ziga o'xshab qolyapti. Qorun nima degan edi? Qola innama utituhu ala ilmin indi. Qo'lida juda katta davlati bor edi buni. Shu darajada boyligi ko'p ediki, xazinalari berkitilgan xonalarning kalitlarini ko'tarib yurgani quvvatli 3-4 ta odam qiylanardi. Skladlarni kalitini ko'tarib yurgani 3-4 ta odam qiylanardi. Lekin shuncha davlatga ega bo'lgan Qorun nima dedi? U menga bor u moli davlatim faqat o'zimdagi bilim sababligina ato etilgandir. Bas hech kim uni mendan tortib ola olmas dedi. Fir'avn nima degan edi? Wanada fir'avnu fi qawmi qala ya qawmi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Va Fir'avn o'z qavmiga jar solib dedi: "Ey qavmim, Misr podshohligi va mana bu ostimdan oqib turgan daryolar mening mulkim emasmi? Axir ko'rmayapsizlarmi?" Meniki dedimi? Alloh berdi demasdan meniki dedimi? Bu odam siyg'alandi. Bu odam qoqildi. Nima seniki edi? Hech narsa seniki emas edi. O'pking ham seniki emas edi, ko'zing ham seniki emas edi. O'zi aslida ilmim bilan topdim deyapsan, ilm ham seniki emas edi. Nima o'zingniki edi? Hech narsa. Demak, senda borki narsani Parvardigoring senga qo'ygan omonat ekanligini tushunsang, kekka emas eding. Bu degani, bunga ozroq berdi pulni, buni ishi osonroq buni. Hisob kitobi oson bo'ladi. Bunga davlat ko'p berdi, buni ishi qiyinroq. Bu Alloh bergan ne'matlarda hisob kitobi og'ir bo'ladi deb xavotirga tushdi o'rniga, hokisor bo'lishlikda o'rniga kekkayapti. Kim? Men o'zimni mehnatim bilan yetdim deyotgan odam. Alloh azza va jalla bu qissa orqali siz bilan bizga bir ajib bir ta'limni beradi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ehtimol g'or egalarining qissasi 1000 tadan bittadir. Kamda endi bunaqa valilar. Ammo biz aytayotgan mana bu dars, mana bu qissa har kuni bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Har kuni bo'lyapti. 1000 martadan bo'lyapti har kuni. Kuzatib turibmiz. Kimgadir Alloh mansab berib, ozgina davlat berib qo'ysa, o'zini tuta olmay qolyapti, birpas olib qo'yapti Alloh taolo. Bermaganda turibdi yana boboygidek. Nima deyishlik kerak edi ekan? Allohning fazli deyish kerak edi ekan, sinovda bilishlik kerak edi ekan. Bu qissa nima haqida? Mol dunyoga, mansabga, hurmatga erishgan kishi qissasi. Shuhratga, boylikka, kuch-quvvatga ega bo'lgan kishining qissasi. Va hamma narsani o'zimning mehnatim bilan topdim deb o'ylab, Robbisini unutib, o'zlariga zulm qilib qo'yayotgan kishilarning qissasi. Ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab. Ulardan biri uchun 2 uzumzor bog' qildik. Alloh taolo qildik deb aytadi. Ya'ni Alloh taolo berdi bu narsani. Chunki Alloh taolo bermaganida hech narsa bo'lmas edi. 2 ta odam boqqa harakat qiladi, bir joyda bir xil, bittasida bo'ladi, ikkinchisida bo'lmaydi. Agar faqat mehnatga bog'liq bo'lganida ikkalasi bir xil mehnat qildi, lekin birida bo'ldi, birida bo'lmadi. Kim berar ekan buni? Alloh berar ekan.
Shuning uchun odamlarning ishi meni qo'limda deb turgan bir mansabdor odam bu ishni uni qo'liga kim berib qo'yganligini esdan chiqarmasin. Va mana shu mansabni, mana shu odamlar ustidagi hukmni qo'lida ushlab turgan odam Allohning oldida hisob-kitob qilinishini esdan chiqarmasin, adolat qilsin. Va hafafna baynahuma va hafafnahuma binahl. U ikkisini xurmozor bilan o'radik. Qarang, uzumdan bo'lgan bog' ikkita, atrofida xurmolar ekilgan. Ham bu xurmolar zinat berib turadi bog'ga, ham bog' egasiga daromad keltirib turadi. Va ja'alna baynahuma zar'a. Bog'ni ta'rifini qarang. O'rtasidan daryo oqqan, ikki chekkasi bog', uzumzor, ekin-tikin bor, bog'ning ikkalasining atrofi xurmo bilan o'ralgan. Zo'ra? Va o'rtalarini ekinzor qilgan edik. Kiltal jannatayni atat ukulaha. Har ikki bog' hosillarini bekami ko'z berib turardi. Qarang, bir yigit kishi dunyoda so'raydigan narsani eng zo'r joydan bog' ikkita. O'rtasida daryo bor. Yana meva-chevasi zo'r daromad berib turibdi. Inson hech qachon o'ylamaydi, birdaniga yo'q bo'lib qolishi mumkinligini. Qo'lida turgan davlati yo'q bo'lib qolishini fikr qilmaydi. Beledagi quvvat, bilagidagi quvvatni Alloh bir kun olib qo'yishi mumkinligini esdan chiqarib qo'yadi. Inekin tug'yonga ketadi. Va fajjarna khilalahuma nahara. Biz ularning o'rtasidan bir anhor o'tkazgan edik. Ajib, go'zal ikkita bog'. Alloh taolo bu bandani mana shu narsa bilan erkalatib qo'ygan edi. Va kana lahu samarun. Bog' egasini qarang, Alloh taolo qanday bir boy qilib qo'ydi. Yana uning o'sha bog' ikkita bog'ning egasini mol davlati ham bor edi. Mana shu bog'dan tashqari katta mol davlati bor edi, tijoratga qo'ygan edi, tijoratdan zo'r daromad kelib turar edi. Bir tomondan bog', ikkinchi tomondan katta tijorat. Ammo bu kishi mushrik edi. Uni shirki siz bilan biz bilgan Allohning sherigi bor deydigan shirk emas edi. Allohdan boshqaga sig'inmas edi u. U sabablar shirkini qilgan edi. Sabablar shirkini. Faqala li sohibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Bas u birodarga maqtanib, mening moli dunyoyim senikidan ko'proq va odamlarim kuchliroq, quvvatliroq dedi. Kibr qildi. Takabburlik qildi. Odamlarga maqtanchoqlik qilishlik birodarlar fitna. Bu bir odam uyi katta bo'lsa, mashinasi qimmatbaho bo'lsa, bog'roqlari bo'lsa, kibrga, kekkayishga, faxrlanishga rag'bat paydo bo'ladi. Mana shuning uchun boyaga mushrik deyilgan kishi o'zini o'rtog'iga o'zi aytmasa ham ko'rib turibdi, bog'i bor. Aytmasa ham ko'rib turibdi, bola chaqasi, puli bor. Lekin nimaga aytayapti? Sen mendan pastsan, men sendan balandman deyapti. Albatta bu so'z hayotda aytilmasa ham akalar, odamlar qilayotgan harakati bilan, sizga qilayotgan muomalasi bilan, o'zini ko'chada olib yurishligi bilan mana shu narsaga dalolat qiladi. To'g'atmaydi-da. Bitta misoli, qo'l berib ko'rishsa, qaramay ko'rishib ko'radi deb. E'tibor berganmisizlar shu narsaga? Sizda menda yo'qmi shu sifat? Men bilan ko'rishadi, menga qo'l berib qo'yadi, qarab. Tuzaymizlar. Ana aktharu minka malan va a'azzu nafara. Mening moli dunyoyim senikidan ko'proq va odamlarim kuchliroq, quvvatliroq. Bir odam safarga borib keladi. Keladida maqtanadi. 5000 dollar ketdi deydi. Mana sayohatimga deydi. Falon deydi, mehmonxonada yotdik. Kuniga manchadan to'g'ri keldi. Manaqa narsalar yedik. Moncha marta mononasiga chiqdik. Ya'ni bu yerga bormaganlarda oldida nima demoqchi shu gapi bilan? Meni shuncha pulim bor, sayohatga sarflab yubora olaman. Senlarda yo'q deyapti. Maqtanmang birodar. Bu dunyoda matohi bilan faxrlanishlik yaxshi narsa emas. Chunki agar dunyoda boyligi Allohning nazdida qadrli narsa bo'lganida, boylik zo'r narsa bo'lganida biz o'ylagandaqa. Kofirlarga Alloh taolo bitta qush suv ichganchalik ham bermasdi bu boylikdan. Boylik sinov, boylik fitna. Shuning uchun zuvolasini katta uzibdi deb turib boygani havas qilayotganda qarang, iymoni e'tiqoddami? Zo'r bu odam. Agar ibodatda emasmi?
Taqvoda emasmi? Bu musibat bu odam uchun. Shu ishni qilib ko'z-ko'z qilayotgan paytda narigilarni yerga urishlik bo'ladi bu. Ko'nglini cho'ktirishlik bo'ladi u. Men senlardan balandman deyotgani bo'ladi. Agar shunaqa dunyosi bilan faxrlanayotgan odam oldida siz iymonda, e'tiqodda, taqvoda turib, o'zingizni kamsitilgan his qilayotgan bo'lsa, sizda ham ayb bor. Chunki bu o'lchov sizda ham bor ekan. Puling bo'lsa o'zingga, menga nima? Va dakhala jannatahu va huwa zolimun li nafsihi. Va kofirlik bilan o'ziga zulm qilgan holda bog'iga kirdi. Inson shirk keltirsa, inson Allohni unutsa, o'ziga zulm qildi. Chunki insonni o'ziga qiladigan eng katta zulmi shirk. Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Luqmon Hakim o'g'ilga nasihat qilib, ey o'g'ilcham, shirk keltirmang, Allohga bir narsani teng qilmang, zero shirk eng buyuk zulm dedi. Bu kishini mushrik dedik. Butga sig'inmas edi. Allohning sherigiga bor demas edi, ammo sabablar shirkini qilib qo'ygan edi. Allohni unutib, qo'lidagi narsani men faqat o'zim mehnatim bilan, ilmim bilan yetishdim deb Allohga sabablar shirkini qilib qo'ygan edi. Yo'qmi bizda shu narsa? Bir yil mana dorilarni solib vaqtida suv qo'yuvdik, ekin-tikin. Agar bo'lmay qolsa nima deydi? Tabiat bir yil narigilar ham vaqtida dori soluvdi, ular ham vaqtida suv qo'yuvdi. Nimaga ularga bo'lmadi? Nimaga bo'lmadi? Tushunarlimi? Biror natijaga yetsak, aytaylikki, Allohning fazli, so'ngra mana qilgan mehnatim sabab bo'ldi deylik. Rozimisizlar? Allohning fazli bo'ldi menga va qilgan mehnatim sabab bo'ldi. Agar Allohning fazli bo'lmaganida, mehnat qilsang ham bo'lmay qo'yaverardi. Bir kishi aytsa, men shu topib qo'ydim pulni. O'lgunimcha yetadi. Ishlamay yeb yotsa, yetib pushtimga yetadigan pulni qilib qo'ydim deydi. Ona qarang. Onani qarang. Yetib pushtiga ham yetadigan pulni qilib qo'yibdi. Alloh ana shu yetib pushtiga bu pulni yetishligini xohlaganligini xabar keldi unga. Nima demadinglar? Men deydi, bolalarim ishlamasa ham deydi, yetadi deydi. Hammasi yetadigan pul qilib qo'ydi. Qayoqdan bilasan, birodar, qayoqdan bilasan? Senga xabar keldimi? Alloh xolasa, agar Alloh tortib olib qo'ymasa, bola chaqamga 3-4 chaqa qo'yib ketyapman. Agar bolalarim shunga loyiq bo'lsa, Alloh taolo tortib olib qo'ymaydi deb kimga suyashlik kerak edi birinchi ishini? Asosiy gapimiz bugungi shu haqida bo'ladi, birodarlar. Alloh taologa nisbat qilaylik. Alloh taoloning fazli deb bilaylik, bizda nima bo'lsa, shunda kibrga ketmaymiz. Shunda kibrga ketmaymiz. Va dakhala jannatahu va huwa zolimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadihi abada. Va kofirlik bilan o'ziga zulm qilgan holda bog'iga kirar ekan, aytdi. Bu bog' mening mol davlatim hech qachon yo'q bo'lmaydi. Nimaga shunaqa dedi? Nimaga shunaqa dedi? Allohni esdan chiqarib qo'yganda shunaqa deydi. Agar Allohni esdan chiqarmagan bo'lsa, xohlagan lahzada Alloh taolo olib qo'yishligini esdan chiqarmaydi. Demak, kim kibrga ketar ekan? Kim haddidan oshib ketar ekan? Allohni esdan chiqarganlar. Hayotda bir muvaffaqiyatga yetgan kishilarni bitta fikr aldab qo'yadi. Bu qaysi fikr? Holat o'zgarmaydi deb, mana shu fikr. Doim shunaqa bo'ladi degan fikr. Kunlar o'tsa o'tadi, hamma yo'q almashadi, lekin meni sharafim, meni mol davlatim ko'paysa ko'payadiki, ammo kamaymaydi. Hayotning sunnati shu, doim biz oshig'imiz olchi. Chunki bizni zuvolamizni katta uzgan degan fikr aldab qo'yadi. Kim oldi edi yana bu fikr? Hozir aytganimizdek, Allohni esdan chiqarib qo'ygan kishilarni. Yana oxiratga borsam ham baribir menga boshqalardan ko'ra ko'proq narsa beriladi. Bu ayni johillik, adashlikni o'zi. Chunki oxiratda kim nima oqibat topishligini faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zi biladi. Va aytdi: "Va ma azunnu as-sa'ata qa'imatan va la irudittu ila robbi la ajidanna khayran minha munqalaba." Va qiyomat ham qoyim bo'lmaydi deb o'ylayman.
Qasamki, agar Parvardigorimga qaytarilsam, albatta bundan ham yaxshiroq oqibat, baxtni topurman. Ya'ni bu dunyoda erishdimmi, demak narada ham bor deb o'ylaydi. Birodarlar, bu dunyoda berilishigi hech narsa emas. Qorunga bermadimi kofir edi? Firavnga bermadimi kofir edi? Dunyoda berilganiga hech narsa emas. Dunyoda berilmagani ham hech narsa emas. Chunki ishni haqiqiysi u yurtda bo'ladi. Narigi diyorda bo'ladi. Kim najotga yetishadi? Iza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba. Qachon voqea, qiyomat voqea bo'lsa, u voqea bo'lgan chog'da biron yolg'on so'zlaguvchi bo'lmas. Mana shu kuni najotga yetganlar haqiqiy najotga yetdi. Mana shuni kulganlar mana shu kuni haqiqiy kuldi va mana shu kuni yig'laganlarning yig'isi haqiqiy yig'i. Chunki dunyoda yig'laganlar kuladi birodarlar, Alloh xohlagan kuni. Dunyoda kulganlar, zulm qilganlar yig'laydi u kunda. Kimidir jamiyatda o'rni past bo'lishi mumkin. Kimi ijtimoiy holati baland bo'lishi mumkin. Alloh taolo holatni o'zgartiruvchi bo'lgan zot. Pastni baland, balandni past qilib qo'yishi mumkin. Inson Allohni esdan chiqarmasa haddidan oshmaydi. Shunda yonida turgan boyagi o'rtog'i bu bog' egasini gapini eshitib turgan o'rtog'i aytdi. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billazi khalaqaka min turab thumma min nutfa thumma sawwaka rajula. Bu mo'min edi. Bu mushrik edi. Bog' egasi mushrik edi. Buni gapini eshitib turgan kishi mo'min edi, aytdi. Birodari unga xitob qilib dedi: "Sen o'zingni tuproqdan, so'ng nutfa, bir tomchi suvdan yaratib, so'ngra uni inson qilib yaratgan, rostlagan zot Allohga kofir bo'ldingmi?" Agar inson o'zini kimligini, asli nimaligini bilsa, hech qachon kibr qilmaydi. Chunki seni bunday bog' egasi, bunday katta davlat egasi qilib qo'ygan kim edi? Allohmidi? Sendan mening molim ham, farzandlarim ham ko'p degan vaqtingda Allohni esdan chiqarib qo'ygan eding. Masalan, Alloh taolo bir bandaga baland bo'y, kuch-quvvatni beradi. Yana bittasiga shuni bermaydi. Bittasini bermay shu narsalarni sinasa, yana bittasini berib sinayapti. Bitta odamning zehni o'tkir bo'ladi. Bitta odamning zehni pastroq bo'ladi. Bittasiga berib sinasa, bittasiga bermay sinayapti. Demak, zehni o'tkir bo'lgan, qo'lida davlat ko'p bo'lgan odam bu narsalarni sinov deb bilsin. Kibr qilmasin. Hali ham yodlolmayapti deysiz-mi? Bir soat oldi, ham ikkita qator yodlolmayapti. Nima qilsin Alloh bermagan bo'lsa? Modiyda hali ham bitta narsani eplab deydi, tomni sololmayapti deydi yoki bir narsani ololmayapti deydi. Nima qilsin ololmasa? Ko'chada o'ynab yurgan ona bolalarni qarasangiz, to'pga o'xshaydi. Bir yerda turmaydi, u yoqqa yuradi, bu yoqqa yuradi, g'am tashvishi yo'q, hech narsasi ham yo'q ekan. Hech narsasi ham yo'q. Endi ertaga kunlar o'tib, ulg'ayadi. Alloh taolo unga ilm berar, ehtimol quvvat berar, ehtimol mol davlat berar, kechagi kunini esdan chiqarib qo'yadi. Bizda ham akalar hech narsa yo'q edi bir paytlar. Alloh taolo berdi. Beruvdi, esdan chiqarib qo'ydingda. Ina shukrni ado qilmay qo'ydingda. Ina kambag'allarga, qarindoshimga yordam ber desa, baxilligimiz tutadi-da. Kechaylar biz ham o'shaqa edik ehtimol. Kim esdan chiqarar ekan bu kunlarini? Allohni esdan chiqargan banda o'tar ekan. Inson falyanzuril insanu mimma xuliq. Nimadan yaralganiga qaramaydi-mi inson? Alloh taolo mana shunday o'zini kimligini esdan chiqarib qo'ygan kishi haqida shunday deydi. Astagfiru billah. Qutilal insanu ma akfara min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu faqbara thumma idha sha'a anshara kalla lamma yaqdi ma amara. Halok bo'lgan insona bunchalar kofir bo'lmasa, halok bo'lgan insona bunchalar kofir bo'lmasa, Alloh uni qay narsadan yaratdi o'zi? Uni bir haqiqiy nutfadan yaratib, so'ng uni ona qornidagi rivojini, oy kunini belgilab qo'ydi-yu. So'ngra uni ona qornidan chiqishlik yo'lini oson qildi-ku. So'ngra unga o'lim berib, qabrga kiritdi. So'ng o'zi xohlagan vaqtida uni qayta tiriltirur. Yo'q. Bu kofir kimsa
Alloh o'ziga buyurgan biror narsani ado qilmadi. Qaysi banda yomon banda ekan? Allohni unutgan banda. Avvali bilan oxirini unutgan banda yomon banda. Jabr, zulm qilgan banda yomon banda. Jabborul a'loni unutgan banda yomon banda. Qabrni, o'limni, qiyomatni unutgan banda yomon banda. Bu yomon odam deb qo'yasiz. Nimasi yomon? Falon sifati bor. Yo'q, siz aytgan yomon ham yomondir, lekin haqiqiy yomon banda kim ekan? Allohni unutgan banda. Endi bu kishi Robbisiga kofir bo'lganligini eslatib yana aytdi. Lakinnahu Allohu robbi va la ushriku bi robbi ahada. Men esa u Alloh parvardigorimdir deyman va parvardigorimga hech kimni sherik qilmayman. Walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sha Alloh la quwwata illa billah. Sen bog'ingga kirgan paytingda Alloh xohlagan narsagina bo'lur. Bor kuch-quvvat yolg'iz Alloh bilandir desang edi. Qarang. Insonga nima berilgan bo'lsa, uni ko'zi quvontiradigan. Mashalloh, la havla va la quvvata illa billah deb qo'yish kerak. Mashinangizga o'tirdingiz, yoqyapti, ko'rib turib mashalloh deng. Vah. Zo'rda. Mana salonda farzandlarni ko'rganda anaqada yo'q. Musulmon odam uni ko'zini quvontirgan nimani ko'rganda, o'ziniki bo'lsa ham, birodarniki bo'lsa ham mashaalloh deb qo'ysin. Chunki Alloh xohlovdi shunaqa bo'ldi. Ammo gap yo'q. Ammo rosa mehnat qilib kelibsiz, mana shunga shunaqa pulga mashina olibsiz. Zo'r mehnat qilib, mana shu yemay-ichmay to'plabsiz, shunday hovliga ega bo'libsiz, gap yo'q sizga. Deb turib, bu narsani birodaringizga emas, kimga nisbat qiling? Mashaalloh, mashaalloh. Allohning xohlagani bu. Undan oshiq narsa emas. Agar odamni birodarlar miyasidagi bitta tomir uzilib ketsa nima bo'ladi? Shol bo'ladi, insult bo'ladi. Aqli ketadi, ilmi qani, puli qani, tijorati qani, tanish bilish qani, tili qani burro. Kim shu miyani yordirmay saqlab turibdi? Boshidagi shilemimi? Nimasi? Yo o'zini ehtiyot qilayotganligimi? Alloh saqlayapti bu bandani, o'zidan ketmasin. Hech kutilmagan joyda bir qoqiladi, boshi toshga uriladi, o'ldi. Kim saqlayapti uni mana shu musibatdan? Alloh saqlayapti. Sen bog'ingga kirgan paytingda Alloh xohlagan narsagina bo'lar edi desang edi. Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizga hadis qudusiyda shunday deydi. Bu Davud alayhisalomga Alloh taolaning aytgan so'zi hadis qudusiy deb keltiriladi. Navodi usulil Hakam Termiziyniki. Eshitingda ajib. Biz nimalarni xohlamaymiz? Nimalarga yetishlikni xohlab, nimalar qilmaymiz? Ba'zida yetamiz, ba'zida yetmaymiz. Qarang. Qol Alloh azza va jalla: Anta turid va ana urid. Fa iza sallamta li fima urid, kafaytuka ma turid. Davud alayhisalomga Alloh taolo aytayapti. Bizga ham aytayapti. Sen xohlaysan, men ham xohlayman deyapti Alloh. Sen ham xohlaysan, men ham xohlayman. Men xohlagan narsada menga itoat qilsang, sen xohlagan narsaga yetishingda senga yordam beraman. Men itoat qil deb senga buyurgan narsada, men xohlagan narsada itoat qilsang, yetmoqchi bo'lgan narsangga men oson qilib qo'yaman yetishingni. Va illam tuslim li fima urid, at'amtuka fima turid, thumma la yakunu illa ma urid. Agar men xohlagan narsada menga itoat qilmasang, sen xohlagan narsada seni qiyinchilikka solib qo'yaman, so'ngra baribir men aytgan narsa bo'ladi. Sen ham xohlaysan, men ham xohlayman. Agar men xohlagan narsani qilsang, sen xohlagan narsani oson qilib qo'yaman. Agar men xohlagan narsani qilmasang, sen xohlagan narsaga yetishingni qiyin qilib qo'yaman, shundan keyin men aytgan narsa bo'ladi. Nimalarni xohlamaymiz birodarlar? Xohlaymizmi shunga yetishdi? Nima qilaylik ekan? Ko'proq ishlaylik ekan. Yema ichma bo'l baxil. Ana yema ichma bo'l baxil, boy bo'lmasa men kafir. Yemay ichmay. Alloh xohlamasa hech narsa bo'lmaydi birodarlar. Siz yemay ichmay baxil bo'lib yurganingizga boy bo'layotganingiz yo'q. Odamzod dunyosiga belib haddidan oshadi. Kibr qiladi, mensimaydi,
kuchi bilan, mansabi bilan, ilmi bilan yoki qandaydir maqomi bilan. Faraz qiling, o'sha odamlarning hammasi chiqdi samolyotga uchib ketyapti. Birdan shu titrab qoldi samolyot, g'asir-g'usur qilib. Aytingchi, mutakabbirning holi nima bo'ladi? Zaif hammasi bir xil bo'ladi. Puli esiga keladimi? Mansabi esiga keladimi? Unvoni foyda beradi. Nima deydi? Hammasi bilganicha kalima keltirib qoladi. Ojizligini bilib qoladi, hech kim emasligini tushunib qoladi. Ammo samolyot joyiga kelib yerga qo'ngandan keyin boya tevada turib eslagan Robbisini esdan chiqaradi, boyaga kibr, mutakabbirlik, boyaga aytgandek zulm libosini kiyib bob-boyida ketaveradi. In tarani ana aqalla minka malan va valada. Boyaga musulmon birodari, boyaga mushrikni aytayapti. Agar sen meni moli davlat va bola chaqada o'zingdan kamroq deb bilsang, ya'ni senga bu narsalarda ko'p berilganligi dunyoda oxir emas. Boy bo'lish, kambag'al bo'lish bu dunyodagi o'lchov. O yoqqa borganda boshqacha o'lchov bo'ladi. Fa asa robbi an yu'tiyani khayran min jannatik va yursila alayha husbanan minas sama fatusbiha sa'idan zalaqa. Shoyat Parvardigorim menga sening bog'ingdan yaxshiroq bir bog' ato etar. Seni bog'ingni esa osmondan chaqmoqlar yuborur bog'ingga. Bas u sip-silq yerga aylanib qolur. Davamul hali minal muhal. Holatni doim bir xil bo'lishi amri mahol. Doim zaif bo'lavermaysiz, siz ham bir kun quvvatli bo'lasiz. Doim quvvatli bo'lavermaysiz, siz ham zaif bo'lasiz. Doim mansabda bo'lavermaysiz, siz ham tushasiz. Doim pastda bo'lmaysiz, bir kun ko'tarilasiz. Bir xil turmaydi birodarlar. Bir xil turmaydi kunlar. Esimizdan chiqmasin mana shu narsa. Darsimizning nihoyasi kunlar almashib turadi. Ota yana vafot etdi. Meros bo'linishi kerak bo'ldi. Katta farzand o'zini ukasiga zulm qilib, ko'proq qismini tortib oldi. Ammo kunlar o'tdi, kichigi ham katta bo'ldi, ishladi, boyi badavlat qilib qo'ydi Alloh taolo o'zini fazlidan. Endi kattasini Alloh taolo faqir qilishida xohladi. Borib burdini sotdi ukasiga. Hech narsasi qolmadi. Alloh ukani boy qilishni xohladi, boy bo'ldi. Aka xohlagan ish bo'lmadi. Borib burdini sotdi, ukasining qo'lida xizmatkor bo'lib ishladi. Bir ayol aytayapti, qonimda bola bor, qo'limda bola bor, ona yurgan bola ham meniki deyapti, tug'magan dugonasiga. Uni g'azablantirishlik uchun, uni yerga urishlik uchun. Kunlar o'tdi, holat o'zgardi, 3 bolasi ham o'lib qoldi. Boyaga tug'mas ayol 20 yilliganda tug'di. Kunlarda birida bir ayol o'zini boy, badavlat bo'lgan eri bilan ovqatlanib o'tirar ekan, eshikda bir tilamchi taqillatib qoldi. Bordida o'zi va eri yeyotgan go'shtdan olib borib bermoqchi bo'lganida eri jerkib berdi. Haddidan oshdi. Oylar o'tdi, kunlar o'tdi, eri xotin urushdi. Er xotinni talog'ini berdi. Ayol vaqt o'tdi, kun o'tdi, boshqa bir odamga turmushga chiqdi. Boy, badavlat odamga turmushga chiqdi. Yangi eri bilan yeb ichib o'tirar ekan, eshikni birov taqillatdi. Bordi ayol, eshikni ochdi, esnasi qatib qaytib keldi. Ha nima bo'ldi senga? Tilamchi kelibdi. Ha nimaga esing qotdi? Birinchi erim ekan dedi. Shunga hayron bo'lasanmi? Seni eshigini taqillatib borgan faqir men edim o'sha kuni dedi. Birodarlar, bu kunlarda Alloh taolo almashtirib turadi. Kimdir aziz mukarram bo'lib 5 yil turar, 10 yil turar, lekin Alloh agar xor qilishni xohlasa xor qilib qo'yadi. Allohdan unutgan bo'lsa xor bo'ladi. Va xor bo'lib ezilayotgan qavm yoki bir shaxs, kishi Allohning itoatida doim bo'lar ekan, Alloh aziz qilib qo'yishga qodir. Davamul hali minal muhal. Holatni doim bir xil bo'lishligi amri mahol.